Assalomu alaykum. Men ginekolog Munisa Shuhratovna. Bugun sizlar bilan hamma ayollarni birdek xavotirga soladigan bachadon miyomasi haqida gaplashamiz. Bachadon miyomasi bu nima? Ko'pchilik ayollarimizda bachadon miyomasi to'satdan qaysidir o'zi tekshiruvga borganda yoki qo'shimcha kasalliklar bilan o'ziga tushganda aniqlanib qoladigan proses hisoblanadi. Bunda bachadon miyomasi aniqlangandan keyin xalqimiz orasida shunaqa qo'rquvlar bo'ladiki, ya'ni operatsiya qilib olib tashlash kerak degan xulosalar berishadi, hattoki o'zistlarimiz ham. Endi undan oldin bachadon miyomasi haqida to'liq ma'lumot olish kerak bo'ladi. Bachadon miyomasi bu bachadonning mushak qavati, ya'ni o'rta qavatidan hosil bo'ladigan yaxshi sifatli o'sma hisoblanadi, ya'ni доброкачественный опухоль. Bu hech qanaqa yomon sifatli o'sma emas, zlokачественный o'sma emas hamda rak va rak oldi jarayonlariga olib bormaydi. Xo'p, bachadon miyomasi qachon xavfli bo'ladi va qaysi holatlarda bu operativ davo talab qiladi? Bachadon miyomasida bir oy muddatida razmerlari har oyda 1,5-2 sm dan oshadigan bo'lsa va eng asosiysi ayolda shikoyatlar kuzatiladigan bo'lsa, ya'ni simptomli miyoma, bunda giperpolimenariya, ya'ni hayzning kunlarini uzoq bo'lishi va hayz davomida juda ko'p miqdorda 80-100 ml dan ko'p miqdorda qon ketishi, tashqi atrof a'zolarga bosim berishi natijasida siydik chiqarishda yoki ich kelishi bilan bog'liq muammolar, kichik chanoqda doimiy surunkali og'riqlar, ya'ni ba'zi bir ayollarimiz shikoyat qiladi, qorinni pastida gaz yig'ilib qolganda, ichim qotgandaqa bo'lyapti yoki ichim kelmayapti yoki bo'lmasa siyganda qiynalyapman deb keladi. Bunda ayolga nimalar taklif qilinadi? Davosi ikki xil usulda, ya'ni konservativ hamda operativ usulda. Va davosini tanlash taktikasi esa bachadon miyomasini simptomlarini rivojlanish tezligi hamda bachadon miyomasini bachadonda joylash lokalizatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Bachadonda joylash lokalizatsiyasiga ko'ra oxirgi tasnif bo'yicha FIGO bo'yicha 8 ta klassifikatsiya qabul qilingan bo'ladi. Hamma ayollarimizga ham, hamma bachadon miyomasi bor ayollarga ham operatsiya taklif qilinmaydi. Bunda konservativ davoga bachadon miyomasini kattalashtirmaydigan hamda uni shu razmerda ushlab turadi yoki bu razmerdan ozroq kichraytiradigan konservativ gormonal preparatlar taklif qilinadi. Albatta u ayolning yoshiga, tug'ish yoshida bo'lsa tug'ishiga qarshilik ko'rsatmagan holatlarda va shunga bog'liq tanlanadi. Operativ usulimiz esa ikki xil usulda. Har doim ham bachadonni olib tashlash bu yagona yechim hisoblanmaydi. Va hozirgi kunda zamonaviy yechimlardan biri bu EMA protsedurasi, ya'ni bachadon arteriyasini embolizatsiyasi hisoblanadi. Bunda bachadon miyomasiga qon olib kelayotgan tomirlar embolizatsiya qilinadi va shu bachadon miyomasi qon tomir embolizatsiyasidan keyin oziqlana olmaydi va natijada miyomani kattalashishi pasayadi yoki to'xtaydi. Xo'p, qachon totalniy gisterektomiya yoki bo'lmasa ekstirpatsiya matki amaliyoti bajariladi? Qachonki bachadon miyomasi juda tez o'ssa, bыстрый рост deydi, hamda giperpolimenariya natijasida ko'p qon ketish natijasida ayolda anemiya 2-3 darajada yuzaga kelsa, hamda atrof a'zolarini bosib qo'yishi natijasida siyish hamda ich kelishi bilan bog'liq muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, bunda ayolga yoshiga qarab total gisterektomiya yoki ekstirpatsiya amaliyotlari bajariladi. Aziz ayollarimiz, o'zingizni sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling hamda rejali ginekolog ko'rigiga, qabuliga vaqtida borib turing. Sizlar bilan ginekolog Munisa Shuhratovna va Vatan tibbiyot markazi bo'ldi. Foydali ma'lumotlar uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.